Shular ota-onalarga foydali bo'lsin, sertifikat o'zi nima degani va qaysi oliygohlarga, qaysi fanlardan o'qish kerak, shu bo'yicha bir bilimni baholash agentligi tomonidan berilgan milliy sertifikat B2 darajadan yuqorisi qabul qilinadi. Turk tili ham hattoki qabul qilinadi. Blok bo'lsa, o'sha 3 ta blokdan 36 dan savol bo'lgan bo'lsa, unga yillab tayyorlanganmiz va kirganda kimdir hayajonlangan, kimdir bilgan narsasi shoshib beylab qo'ygan yoki shunga o'xshagan voqealar ko'p bo'lgan. Lekin kirolmadi. Endi yuqori ball yig'di, lekin kirolmadi. bundan ko'p to'lab qo'yganlar. Misol uchun sertifikat bor. Nimaga uverim deb aytyapman? Chunki ballar so'nggi ballarni yillarda solishtirib turib keyin gapiradi. Ko'tarilib ketgan juda ham. Ularda fanlar, kesim yo'nalishlari har xil. Lekin mana bitta narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Eng kam 3 ta fan o'qish kerak. 10-sinfda bo'lsang, bemalol ulgurtirib bera olaman shu fan o'qib, xudo xohlasa tugatib bera olaman. 3000 ta abituriyent 2026-2027 yilida 4 ta fandan milliy sertifikat yig'ib imtihonga bormadi. Tasavvur qilinglar, bu degani 13000 ta abituriyentda 189 ball bor degani. Barchaga assalomu alaykum. Mana bugungi YouTube mavzuyimiz aynan milliy sertifikatlar. Juda ham ko'p so'ralgan savol, aynan milliy sertifikatlar qaysi oliygohlarga o'tishi, o'tmasligi yoki bo'lmasa o'zi nima uchun olishimiz kerak. Bu sertifikatlar o'zi asosan nimalarni belgilab beradi bizga? Shu mavzuda sizlar bilan bugun gaplashamiz. Olim assalomu alaykum Shohribek aka. Bugungi navbatdagi podkastimizga xush kelibsiz. Nasib bo'lsa ko'pchilik kuzatuvchilaringiz tomonidan berilgan savollar, ya'ni milliy sertifikat mana bu harbiy oliygohga o'tadimi yoki yo'qmi? Juda ham ko'p savol berishadi. Keling, mana shu navbatdagi YouTube'dagi podkastimiz, umumiy holatda dars desa ham bo'ladi. Ushbu darsligimizni aynan sertifikatlarga bag'ishlasaydi, ko'pchilik kuzatuvchilar ota-onalarga foydali bo'lsin, sertifikat o'zi nima degani va qaysi oliygohlarga, qaysi fanlardan o'qish kerak, shu bo'yicha bir kengroq bilimlaringizni bersangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Shu bo'yicha savol yozib kelganmiz. Etap bersam, siz tushunchalaringizni, bir o'z fikrlaringizni berib o'tsangiz. Qo'ldan kelgancha bilimimiz yetkingacha xolos. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Shohribek aka, navbatdagi birinchi savolimiz o'sha sertifikatlar o'zi nima va qaysi oliygohlarga kerak bo'ladi? Nima desam bo'ladi? Qanday imtiyozlar beradi o'z oliygohlarga? Shu bo'yicha qisqacha ma'lumot bersangiz. Milliy sertifikat o'zi nima? Bu har bir abituriyentni bilimini baholab beruvchi bitta nima desam ekan, tizim. Alohida tizim qilingan. Misol uchun deylik, oldingi paytda aynan sertifikat chiqishidan oldin biz o'zimiz abituriyentlik paytimizda 3 ta blok bo'lsa, o'sha 3 ta blokdan 36 dan savol bo'lgan bo'lsa, unga yillab tayyorlanganmiz va kirganda kimdir hayajonlangan, kimdir bilgan narsasi shoshib beylab qo'ygan yoki shunga o'xshagan voqealar ko'p bo'lgan. Milliy sertifikatlarda hozirgi mana bolalarni bilimini baholab beruvchi eng zo'r tizim qilindi. Ya'ni sertifikatlar nima qildi? Bolani muddatidan oldin talaba qilib qo'ydi. Misol uchun deylik, davlat oliygohlariga topshirayotganda bola, misol diplomatiya deylik, xalqaro munosabatlar yoki xalqaro iqtisodiyot yo'nalishi topshirmoqchi bo'lsa bola 4 ta fandan tarix, chet tili, ona tili, matematika. Tarixdan A darajada, ya'ni A darajada maksimal ballni beradi. Chet tili, ona tili, matematikadan C+lar sertifikatlarni oldi va 189 ball yig'di. Misol 10-sinf bola. U bo'ldi. 1 yil umuman o'ynab yursa ham bo'ladi. Ya'ni u 1 yil o'sha aniq diplomatiya uchun grant joy ajratildi. Mana shu narsa sertifikat deyiladi. Masalan, o'zim qisqacha tushuntirsam, dehqonchasiga. Tushunarli. Xo'p, ikkinchi savolimiz, demak, qaysi toifa sertifikatlar harbiy akademiyalarga qabul qilinadi? Mana shu joyi juda ham nozik. Nimaga? Chunki ko'pchilik harbiy oliygohlarda biz bilamiz, misol uchun davlat xizmati, deylik, bojxona, mana shu oliygohlarimizda dastlabki saralash imtihonlari bor. Bularda O'zbekiston tarixi, chet tili, matematika, ona tili fandan dastlabki imtihonlarimiz bor. Bunda dastlabki saralash faqat chet tilini o'zi qabul qilinadi. Qolgan sertifikatlarimizni tezda yetishimiz mumkin. Endi hozirgi tizimimiz bo'yicha Ichki ishlar akademiyasidan tashqari qolgan barcha harbiy oliygohlarda milliy sertifikatlar o'tadi, o'zini o'sha darajasiga qarab. Misol uchun asosiy bloklarda A darajada olsa, ya'ni maksimal birinchi blokka olib beradi. Chet tilidan B2 dan kam o'tmaydi. To'g'ri, hozir aytishim mumkin, Shohribek aka qaror qabul qilindi B1 darajada. To'g'ri, B1 o'tadi. Lekin siz topshirayotgan harbiy oliygohga ball 180 dan baland bo'lgan joyda B1 sertifikatni beradigan balli yetmaydi. Shuning uchun ham aynan tavsiya berayotganim B2 daraja. Endi majburiy bloklar uchun eng kami C darajada yetadi. Ha, yana bir narsa, Ichki ishlar akademiyasida faqatgina chet tili fanidan
milliy sertifikat B2 daraja yoki IELTS 5.5 dan yuqori bo'lgan sertifikatlar qabul qilinadi. Endi shu joyda ham bir qo'shimcha qilib o'taman. Chet tili deganda rosa ko'pchilik tushuncha bor. Misol uchun shoircha ingliz tilini o'zi bo'lish kerak. Yo'q. Bilimni baholash agentligi tomonidan chiqarilgan ro'yxat bor. Arab tili, fors tili, urdu, xitoy, yapon, fransuz, nemis tillarida olingan bilimni baholash agentligi tomonidan berilgan milliy sertifikat B2 darajadan yuqorisi qabul qilinadi. Turk tili ham hattoki qabul qilinadi. O'zbekiston hududidagi barcha harbiy va davlat oliygohlariga. Demak, faqat ingliz tili bo'lishi shart emas ekan. Shart emas bu narsa. Masalan, turk tilini nisbatan o'rganish osonroq-ku, o'zbek tiliga nisbatan yaqin bo'lganligi, turkiy tillarni tarkib berganligi uchun oson bo'ladi. Albatta. Harbiy oliygohlarga shuni o'rganib kirsa ham bo'ladi. Albatta, u muammo yo'q. Misol uchun davlat xavfsizlik xizmati bilan prezident xavfsizlik xizmati bilan yoki boshqa tizimlarmi barchasida aynan mana shu chet tili sertifikatning o'rnida turk tilini ham o'tadi. Bu aniq narsa. Gap yo'q. Navbatdagi savolim, 4 ta fandan sertifikati bo'lgan o'quvchilar imtihonsiz kirishi mumkinmi? Bu gap qanchalik rost? Xo'p, davlat oliygohlariga to'g'ri rost, lekin harbiy oliygohlarga yo'q. Nima uchun? Sabab misol uchun siz deylik davlat xavfsizlik akademiyasida o'qimoqchisiz, 10-sinfsiz, 4 ta fandan yig'dingiz, tarixdan A darajada, chet tildan B2, matematikdan C darajada yig'dingiz, 109 ball yig'ib qo'ydingiz. Xo'p, siz o'ylashingiz mumkin bu bilan imtihon qilgan. Yo'q. Chunki harbiy oliygohlarda o'zini 6 ta saralash bosqichlari bor. Mana shu bosqichlardan ming siz sertifikatingiz bo'lsa ham, armiyaga borib keyin ligotingiz bo'lsa ham, ota-onangiz harbiy bo'lgan taqdirda ham mana shu saralashlarda birortasida bular foyda bermaydi. Qachonki oxiri bilim o'sha test shakliga yetib borsangizgina bu narsa foyda beradi. Qolgan darajada yordam. Ya'ni bu narsa harbiy topshirayotgan bola shundan endi olish kerak. Nimaga? 11-sinfda hujjat yig'ish, tibbiy ko'rik jarayonlarida ulgurmaydi olishga. Mana shu narsa bo'yicha men o'tgan yil rosa gapirdim, ota-ona aytgandi. Qilmadi, yana bu yil oldim kelishdi. Sizni gapingiz to'g'ri ekan, akangizni qilmabsiz ekan. Shuncha gapiringizdan qilmadik, mana endi o'zimiz jabrini ko'rib aytishdi. Tushunarli. Endi shunaqa qilib dars olib o'rganishadi. Lekin umr ketgani qoladi xolos. Xuddi shu narsa. O'zi-aytcha bolam 1 yil umr ketdi deyapti. Gapingizga quloq solmadik, shu oxiri shunaqa bo'ldi deyapti. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolimiz, Ichki ishlar akademiyasiga qaysi sertifikatlar ligota beradi va necha foiz beradi? Xo'p, mana shu joyi sal diqqatingizda yana ham shu joyga e'tibor berishni xohlayman. Qaranglar. Ichki ishlar akademiyasida hozirgi kunda 3 ta ajratilgan yo'nalishlar mavjud. Ya'ni umumiy, buning ichiga o'sha jamoat xavfsizligi yoki qamoqxona, oper, shtab, psixologiya hammasi kiradi. Bularda faqatgina chet tilidan sertifikat qabul qilinadi B2 darajada. Ikkinchisi kiber xavfsizlik yo'nalishida. Bunda matematika fanidan imtihoni bor sertifikatlar qabul qilinadi. Ikkinchisi informatika. Informatika fanidan respublika bo'yicha B2 darajada yoki qanaqa sertifikatimiz mavjud emas, bo'lsa ham o'tmaydi u narsa. Unda Ichki ishlar vaziri tomonidan tasdiqlangan quyidagi 10 ta sertifikat bor. Mana shu 10 ta sertifikatdan tashqari birorta sertifikat o'tmaydi. Ya'ni 5 million dasturchimi yoki 1 million ahamiyati o'tmaydi. Uchinchisi bu ekspert jurnalistik yo'nalishdir. Endi bu jurnalistik yo'nalishida bunda o'tadi sertifikatlarimiz qaysilar? Bularda faqatgina matematika fanidan o'tadi, fizika, kimyo fanlarida bo'lsa, bular og'zaki tarzda o'tadi. Bularda hozircha sertifikatlar darajasi qanaqadir qabul qilinishi belgilanmagan. Tushunarli. Xo'p, misol uchun ingliz tilidan C1, C1 yoki IELTS darajalari bor bo'lganlarga qanaqa ball beriladi, qanaqa imtiyozlar bo'ladi? Masalan, Ichki ishlar akademiyasi 30 ball beradi. Masalan, qolgan harbiy oliygohlarda agar u ikkinchi blokda o'rinda bo'lsa, 63 ball beradi. Davlat oliygohlarida agar chet tili birinchi o'rinda bo'lsa, 93 ball beradi. Albatta. Anchagina ballni ko'tarib qo'yar ekanda. Albatta. Xo'p, navbatdagi savolimiz, Davlat xavfsizlik akademiyasiga qaysi sertifikatlar eng kuchli ishlaydi? Qaysiga sertifikatga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Mana shu joyda bitta qo'shimcha qilmoqchiman. So'nggi mana bu 3-yilda huquq fani doimiy problema bo'lib, hozirgi kunda ko'plab huquqshunoslar shuni muhokama qilishmoqda. Tez unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Endi men bu muhokamaga qarshi emasman, lekin bu muhokamaning foydasi yo'q.
O'tgan yili ham rosa muhokama qilindi. Dahshat darajada yurisprudensiya kimlardir chiqdi, ana portalga olishdi, bu yoqqa olishdi, bilimni baholash agentligidan sudga berildi. Foydasi yo'q. Nima uchun? Chunki bu narsa ular o'sha berib qo'yilgan tizimda tashqariga chiqqani yo'q. Shu narsa bo'yicha savol berildi. Endi sertifikat masalasida Davlat xavfsizlik akademiyasida birinchi blok tarix yoki huquq tanlasa, bu yildan huquq ham chiqdi. Tanlasa o'sha huquqda o'qish kerak. Keyin chet tili va ona tili matematika. Endi tarix fan tanlasa A darajada olsa, majburiy yopadi, asosini yopib beradi. Chet tili bo'lsa, o'sha xohlagan tilingiz B2 darajada va matematika, ona tili fanlarini olganingizda, bular o'sha eng pasti C darajada bo'lishi kerak. Undan past o'zi qabul qilinmaydi. O'sha C darajada sizga o'sha majburiy fandan 10 tani yopib beradi. Tushunarli. Xo'p, demak Davlat xavfsizlik akademiyasiga IELTS darajasi borlar ham kirishi mumkinmi? Masalan, turk tilidan boshqalarmi? Mumkin, o'sha gapim. Saralash imtihoni o'tgandan keyin. Ham. Men nima uchun masalan ko'p oxirgi video qo'ydim, sertifikat olish juda ham oson-ku, nimaga olmayapsiz desam, kommentlarda shunaqa gaplar bo'lgan, siz qayerdan bilasiz, unaqa, bunaqa. Shu sohani ichida 2019-yildan beri yurgan bo'lsam, bilsam kerak bu narsani. Misol, o'zim paytida IELTS olganman, 6 darajada. Boshimdan kechirganman-da. Hozirgi kunda mana o'zimda tajribamda, markazim misolida bizni masalan oddiy Qosim School Kasara maktabda 20 kunda 11 dan 9 ta bolani B darajada hatto olishdi ona tili fanidan. 20 kunda. Misol uchun. 1,5 oyda matematika fanini yopdi. Tarix fanini 1,5 oyda ham hatto yopishdi. Ya'ni boring ana haligi qo'pol tarzda aytganda 2 oydan olsin 10-sinf bola, men qanday tavsiya beraman? 10-sinf bolaga misol uchun maqsading DX akademiyasiga kirish. Bo'ldi, gap yo'q. Shu maqsadni qo'ydingmi? Qanaqa ish qilish kerak? Asosiy blokda kerak emas. Mana birinchi chet tilini o'qishni boshlaydi, uni oldiga ona tilini qo'shadi. Ona tilini yopdi, matematikani qo'shadi. Matematikani yopdi, keyin tarix boshlaydi. Bu chet tili davom etaveradi. Tarixda misol uchun taxminan A darajaga bir 6 oydan 8 oygacha vaqt kerak. O'shancha chet tili yopiladi. Qarabsizki 10-sinfda bola yozda boshlagan bola, misol uchun iyulda boshlasa, keyingi yil maygacha 189 ballda yig'ib bo'ladi. Hozirgi abituriyentlarga birdaniga 3-4 ta fanni tiqish kerak emas. Qiynalib bo'ladi. O'quv markazi tizimida gapiryapman, maktab tizimida emas. O'quv markazi tizimida. Chunki bola hozirgi Z avlod peshanasi dars qildirmasangiz foydasi yo'q. Urib, misol uchun turib dars qildirmasangiz foydasi yo'q. Endi mana shu tizimda ikkita fan o'qitasiz, cherezdan qo'yib, o'shandagi nimadirga erishasiz. Bu narsani osmondan olib gapirganim yo'q. Va so'nggi 3 yil tajribada shu narsani qilib, oxiri o'zimiz tizim qilgandan keyin bemalol gapira olyapman. Shu narsani amalda qila oldik. Misol uchun biz markazda 10-sinf bo'lib turib 109 ball to'plagan bolalar ham juda ham ko'p bo'ldi. O'sha tizimda aytganini qildi, vazifani qildi, 1 yil ichida 109 ballni yig'ib berdi. Natijaga erishdi. U bola 11-sinf emas hali. U 10-sinf. U bo'ldi. U uchun diplomatiya, yuridik universitetlari tayyor. Shuni kirsa bo'laveradi. Imtihonga borib o'tirmaydi, просто tanlab qo'yar bo'ldi. Shuni tayyor. Mana shu narsa sertifikatni eng katta beradigan plyusi mana shu narsa bo'ldi. Chunki masalan qiling, imtihonga kirdingiz, birinchi marta imtihon vahima bosadi, hayajonlanasiz, shokka tushasiz. Haligi to'g'ri deb o'ylaysizda, noto'g'risini belgilab qo'yasiz. Boshqa narsada. Uni bo'ldi iloji yo'q. Sertifikat mana shu narsalar hammasini yo'qotgan holda oldindan hal qilib qo'yasiz. Oldindan nima deydi, grant olishni qilib beramiz deydi. Shunaqa narsa. Gap. Hammaga nasib qilsin kuzatuvchilarimiz. Albatta. Xohlasa. Xo'p, navbatdagi savolimiz endi asosan yo'nalishimiz, blogimiz harbiy oliygohlar va akademiyalar bo'lganligi uchun ko'proq harbiy oliygohlar haqida savol beramanki, bojxona institutiga qaysi sertifikatlar qabul qilinadi va necha balldan berishi mumkin? Bojxona instituti yo'nalishi 2 turga bo'linadi. Bu yildan huquq fani qo'yilgandan keyin yurisprudensiyasiga huquq fani, chet tili fani va 3 ta majburiy, ya'ni matematika, ona tili, O'zbekiston tarixi. Bojxona ishida matematika, chet tili va 3 ta majburiy fan. Endi mana bir narsa abituriyentlar to'g'ri tushunishi kerak. Hozirgi kunda yurisprudensiyadan ham chiqdi mana, undan tashqari bo'lgan sohalarda 4 ta sertifikatlar. Misol uchun dedik, moliya sohasiga ketyapsiz. Sizda birinchi blogingiz matematika bo'lsa, majburiyingiz matematika bor. Bitta A ni olsangiz, hammasini yopib beradi. Ya'ni sizda 104 ball naqd. Shuning uchun men
ko'p martalab qaytaraman. 11-sinfga o'tgan paytingda sertifikatga harakat qilishni boshlash sal kechroq bo'lgan vaziyat bu. Unda birdaniga ikkita fanni boshlash kamlik qiladi. Eng kam 3 ta fan o'qish kerak. 10-sinfda bo'lsang, bemalol ulgurtirib bera olaman. Shu ikkita fan o'qib, xudo xohlasa tugatib bera oladi. Xudo xohlasa. Gap yo'q. Xo'p, navbatdagi yana bir savollarimdan bittasi huquqni muhofaza qilish, ya'ni akademiyasi va JXU Jamoat xavfsizlik universiteti uchun qaysi sertifikatlarda o'qish tavsiya berasiz va qancha lyotalar berish? Masalan, huquqni muhofaza qilish akademiyasida huquq chet tili va 3 ta majburiy blok. Bularda ham mana huquq bu yo'ldan chiqdi. Endi JXUda bo'lsa, ularda fanlar kesim yo'nalishlari har xil. Lekin mana bitta narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Hozirgi kunimizda bojxona instituti, davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi, prezident xavfsizlik yo'nalishi, chegara qo'shinlari, harbiy xavfsizlik mudofaa universiteti, huquqni muhofaza qilish akademiyasi, bojxona institutlari, mana shu sanab o'tgan oliygohlarimga milliy sertifikatlarsiz kirishni iloji yo'q. Umuman. Nima uchun? Sabab bularda проходной ballari 185 dan baland. O'zi 109 bo'lsa, 185 dan baland degan o'zi tushunavering bu nima degani. Endi bu narsaga nimaga uverim deb aytyapman? Chunki ballar so'nggi ballarni yillarda solishtirib turib keyin gapiryapman. Ko'tarilib ketgan juda ham. Sertifikatlarsiz foydasi yo'q. Bu narsaga harakat sabab bo'lyapti deb o'ylaysiz, Sho'ribek aka? Nima? Oddiy bitta misol aytaman. Abituriyentlarning miyasi shu narsani tushunib yetdi. Bu yil 13 mingta abituriyent 2026-2027 o'quv yilida 4 ta fandan milliy sertifikatlar yig'ib imtihonga bormadi. Tasavvur qilinglar, bu degani 13 mingta abituriyentda 189 ball bor degani. Tushunyapsizmi? Ya'ni abituriyentlar tushunib yetyapti. Nima qilaman, qiynalib 11-sinfgacha o'qib deyapti. Chunki chet tildan tashqari hamma sertifikat amal qilish muddati 3 yil, chet tili 2 yil. Bitta chet tilni sal kechroq suryapti-da, 9-sinfdan boshlayapti tayyorgarlikda. Sentyabrdan boshlayapti 9-sinfda. 3 yil o'tadi-ku u narsa. Sertifikatlar tangalat olib tashlayapti-da, 9-sinfda masalan 2 dan yopyapti deylik. 10da 2 dan yopyapti, bo'ldi. Bola tayyor, maza qilib 11-sinfda yuribdi. Mana shu narsani ota-ona qachon tushunib yetadi, o'shandagina bolasi buni bola ham tushunib yetish kerak-da. Avvalom bolam o'zi tushunib yetish kerak. Ana sanab o'tgan 7 ta oliygohlarimda foydasi yo'q. Siz sertifikatlarsiz kira olmaysiz. Ming zo'r yetsa ham yetadi. Ming zo'r yetsa ham kira olmaydi. Nimaga? Tasavvur qiling, misol uchun kvota 200 ta, 200 ta 109 ball o'tirgan bola keldi. Qanaqasiga shansingiz bor? Shu narsani abituriyent ota-ona to'g'ri tushunib yetmas ekan, mana hozir hamma so'rayapti. Mana shu so'nggi bir hafta ichida bir minglab berilgan savollarning 99%ni bitta aytaman sizga. Mandat qachon chiqadi, ball ko'taradimi, tushadimi? Men aytaman, qayerdan bilaman deyman, xafa bo'lishadi. Rostdan qayerdan bilaman? 2000 kishi topshirgan bo'lsa, ular ballni bilmayman qayerdanligini. Qanaqa bo'lishligini, o'sishini, tushishini. Masal folbin emasman yoki boshqa narsa qo'ldan kelmaydi. Shu narsa aytsa noto'g'ri tushunishadi. Yildan yilga ball ko'tarilyapti. Bu yil ham mana shu sanab o'tgan oliygohlarimda проходной ballari dahshatli darajada ko'tariladi. Endi eng qiziq tomoni mana nozik, mana yangilik bo'ldi. Hamma eshitib olsin. Period tushunchasi bor edi. Misol uchun xususiy oliygohdan davlat oliygohiga period degan tushunchamiz bor edi. Ballar juda ham past edi. Eng yuqori yurisprudensiya 165 edi. Masalan, xalqaro munosabatlardagi 105 mi, 130 mi shunaqa atrofida edi. Endi tasavvur qiling. Endi sertifikatlar ularga ham o'targan bo'ldi. Ya'ni misol uchun men birinchi kurs men topshirdim, bitta fandan sertifikat yo'q edi, kira olmadim. Misol uchun 170 ballim bor edi, kira olmadim. Bir yil xususiyda o'qiyman-da, ana sertifikatni olib qo'yaman-da, keyin yil shundan o'taman. Ikkinchi kursdan. Shunaqa ham qilsa bo'ladimi endi? Zo'r-ku. Albatta. Bu yildan boshlab mana shu eng zo'r yangilik bo'ldi. Periodlarda ham sertifikat olinadigan bo'ldi. Keyin qarang, Sho'ribek aka, bitta savol tug'iladi. Milliy sertifikatlarni olganimizdan so'ng uni amal qilish muddati qancha bo'ladi? Masalan, til sertifikati 2 yil. 2 yil, ha. Qolgan umumta'lim fanlarining barchasi 3 yil. Olgan kunidan, masalan, oydan boshlab 3 yilga o'tadi. Demak, o'sha narsani ham strategiya tuzib beradi o'quvchilar. Albatta. Qachon qaytib yaxshiroq bo'ladi. Zo'r. Misol mana bitta misol aytaman. Qo'qon shahrida Mendeleyev degan o'quv markazi bor. Men shu o'quv markaziga o'zim masalan o'quv markazi asosida o'tirib, meditsina bo'yicha mana shu o'quv markaziga tan berdim. O'zbekistonda rekord o'rnatdi. Mendeleyev o'quv markazi 109 ballni yig'ish bo'yicha. Mana ish anaqa bo'ladi.
Eng alamlisi bilasizmi? Ular qanaqa sharoitda o'qiyapti? Quyoshda issiqda yoki bo'lmasa hovlini o'rtasida shunaqa sharoitlarda o'qidi bolalar. Lekin shu bolalar yorib tashadi. Men aytaman, mana shu narsaga ko'p marta guvohi bo'ldim. O'zimda ham shu narsani his qilganimdan keyin sinab ko'rdim, ish berdi. Inson komfort zonadan chiqmasdan o'solmaydi. Shu narsa aniq, 100% kafolatlangan narsa bu. Tasavvur qiling, misol uchun siz o'zingiz uyingiz sharoiti zo'r, o'quv markaziga boryapsiz, konditsioner yo'q ekan yoki parta samniyroq ekan. Ustoz zo'r. Komfort zo'r kelmayapti, chiqib ketasiz. Qaysi o'quv markaziga borasiz? U o'quv markazida asosiy funksiyon vazifasi biznes qilish, soqa qilish, sizni ushlab o'tiraveradi. Lekin komfort sharoit zo'r. Qayerda o'qiyapsiz? Men bu yerda o'qiyapman deydi. O, dahshat sharoit zo'r deydi. Biz abituriyent o'zi ikki xilga bo'linadi-da. Bittasi abituriyentlarni haqiqatdan ularga komfort sharoit muhim emas, ularga bilim muhim. Ikkinchisiga nom va komfort muhim. Konteyner borligi. Mana shunaqa narsalar muhim. Qizlar kelishi misol uchun. Xuddi shu narsa. Shunaqalar ham bor ekan. Albatta, u ko'p bu. Zo'r. Ochiq aytadigan bo'lsak. Xo'p, navbatdagi yana bir savolim aka, sertifikatlarni yo'q bu. Xo'p, navbatdagi savolim til sertifikatlari, CEFR, IELTS va shu kabi sertifikatlar olish uchun qancha vaqt ketadi deb o'ylaysiz aka? Xo'p, bunda ham abituriyentning o'ziga bog'liq. O'z ko'zim bilan ko'rganim 0 dan 7 oyda, 0 dan 8 oyda B2 darajada olgan abituriyentlar bo'ldi. Ingliz tili fanidan. Turk tili fanidan 101 kunda B2 darajada olgan abituriyentlar bo'ldi. 101 kunda, ya'ni 3 oyda. 3 oy 10 kunda. Mana to'g'ri tushuningda, masalan, ota-ona shunaqa tushuncha bor. Maktab ochgandan keyin bitta narsani his qildim-da, qarang. 10 yil bolasiga pul bermasdan tekin joyda o'qitgan ota-ona hech qachon kurator yoki matematika ustozining oldiga borib, nimaga bolam matematikani dabdalaga ichyapti deb savol bermaydi-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni 10 yil, chunki 1 yil o'z shu narsaning guvohi bo'ldim. Masalan, o'zim ham davlat maktabida ishlaganman. Biror marta birorta ota-ona kelib turib, Shohruxbek, mana bolam bunaqa o'qiyapti, bunaqa o'qiyapti deyish yo'q. Lekin xususiy maktabda siz pul to'layapsizmi? Pul jigardan bo'lgan deydi. Har kuni har oy so'raydi. Bolam nega unaqa? Keyin aytaman ota-onaga, maktab 10 yil bolangizga e'tibor bermadingiz, koridorda o'qidi, kitob ushlashni bilmaydi, kitob o'qish madaniyatini bilmaydi. Mendan 2 oyda mo'jiza kutmang deyman. Bu mo'jiza-da, yoqqa berish. 10 yil tasavvur qiling, 16 yoshli bola 14 yoshda, 13 yoshda sigaret chekib keldi, bu yoqqa kelib turib sigaret chekib qo'yadingizmi? Xuddi shunaqa narsa. Bola umuman 0 bo'lib yurgan bola kelib turib 1 oyda wow bo'lib ketmaydi-da. Buni bola tushunmaydi, ota-ona ham tushunmaydi. Bola keladi, kitob ochib o'qiydi, atrofdagilardan qolib ketyapti. Bu bayt ma'ni tushunmas ekan deydi. Shunaqa deb ketib qolgan bolalar ham bo'ldi. Men bunaqani ko'tara olmayman ekan deydi. U hech qayerda ishlasa ko'tara olmaydi bolalar. Bolalar foydasi bo'ldi o'zi. Nimaga? Mana 10 yil mazza qilib yurdi. Mazza qilib komfort yashadi. Tab etib kelgandan keyin shunaqa holatga tushgandan keyin bola foydasiz. Ko'tara olmaydi. Albatta. Hayot qiyinchiligini olib qolib deng. Shunaqa narsa. Men ota-onalar masalan bir kommentda ayrim ota-onalar yozdi, "Sen o'zi qattan bunaqa gaplar gapirib qolibsan, yo'q, yo'q." Mana hamma ham unaqa deganim yo'q-ku. Tajribamda ko'rganim uchun aytayapman shu narsani. Navbatdagi savolim aka, sertifikat umuman olmasdan harbiy oliygohlarga yuqori ball bilan kirsa bo'ladimi? Bo'ladi. Bunaqa holat ham ko'rdim. Sertifikatsiz birorta fandan sertifikati yo'q bolani 180 ball yiqqanini ko'rdim. Nega? Birorta fandan sertifikati yo'q. Lekin kira olmadi. Endi yuqori ball yig'di, lekin kira olmadi-da. Undan ko'p to'lab qo'yganlar bor. Misol uchun sertifikati borlar, kira olmadi. Ana misol 3 ta 4 ta fandan sertifikatni to'liq qilib qo'ygan, o'sha bo'ldi, kirishi naq bo'lgan o'zi 100% kiradi endi. Uni balli necha ball bo'ladi endi? 189 dan past o'sha anaqasi hozirgi kunda. Boya sanoatga 7 ta oliygohimga qiyin. Juda qiyin. Gap yo'q. Nimaga? Chunki yildan yilga talab oshyapti. Xo'p, oxirgi savollarimizdan bittasi, mana misol bizni kuzatib borayotganlar ko'pchilik Vodiy, Voha va Toshkent shahar hududidagi istiqomat qiluvchi 8-9 maktab bitiruvchilari va ota-onalar kuzatib borishyapti. Kommentarlar ko'plab savollar berishyapti. Qachon qabullar boshlanadi? Mana harbiy oliygohlarga, harbiy akademiyalarga, harbiy maktablarga qabullar bo'lyapti.
Va shu asnoda so'rashyapti, onlayn holatda, offlayn holatda o'quvchilar qabul qilasizmi? Va undan tashqari necha oyda natija qilib bera olasiz? Vodiyda ham maktab ochasizmi degan savollar bo'lyapti. Shu savollarga ham hammasi bitta javob berib kelsangiz yaxshi bo'ladi. Qabul bizda mana yil mobayin to'xtamaydi. Doimiy qabul bo'ladi bizda. Qabul muammosi narsa. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, misol uchun adminlarimiz javob berishadi. Endi yana bitta narsa, hech qachon biron ishga kafolat bermayman. Kafolat bandaga emas. Men doim aytaman, kafolat bandaga emas. Endi 50-60% harakat qilaman madr qilib berishga. Endi qarab turing. Agar bola biz aytgan darajada o'qisa, men 70-80% javob beraman. Majburiy fanlarni har birini o'rtacha hisobda 1,5 cho'zilib ketsa 2 oyda olib berishga. Chet tili 6 oydan 8 oygacha, asosiy blok fanlarida faniga qarab, matematika bo'lsa 1 yil, tarix bo'lsa 8 oyda olib beramiz. Keyin ham bitta narsa. Bizda to'g'ri tushunishlarni xohlayman. Tartib, qoida juda ham qattiq. Misol oddiy aytaman sizga. Sigaret nos chekkan bola bir kunda haydayman. O'sha yegan kunim haydayman. Urushgan bola o'sha kuni haydaladi. Urushsa, misol uchun o'sha haydaladi. Ustozlarda 3 metr rojlar bo'lishdimi haydayman. Foydasi yo'q bolalarda. Endi tasavvur qiling, siz mana 10-sinf bolasiz, 10-sinf har kuni uyda kelasiz, telefon o'ynayotasiz, darsga borib kelasiz, bir borsangiz, o'sha holatda ota-ona shunday sug'urtda, bitta bizni holatda. Ertalab 5 ta podiyom bo'layapti, jismoniga chiqishga majbursiz. Ovqatga ham saf bilan borib kelyapsiz, telefon umuman yo'q. Faqat kuningiz o'qishda o'tyapti. 10 tadan 2 ta yo 3 ta bola chidayoryapti. 7 ta bola qaytib ketyapti. Sarlar bo'lyapti. Albatta. Lekin saralaringga yarasha, rezultat shunga yarasha bo'lyapti. Shuning uchun men aytaman, sabr, toqat, chidamlilik bu sohani egalarining. Gap so'ngida bir narsa aytmoqchiman. Sertifikatlar bo'yicha xudo xolisa bitta yangilik bo'lyapti. Qaror tasdiqlanishi bilan bu narsani kengaytirib aytib o'tamiz. Salomat bo'linglar.